Assalomu alaykum. Xudo xolasa mendan xarid etgan to'ychilar plus taraflarini sanab beraman. Videoni oxirine edin ko'ringlar. Afsuslanmaysizlar. Xo'p, birinchi plus tarafi mendan aytilgan har bir xarita, to'ychini xariti, eng o'rtacha xaritda bozorga nisbatan 550 ming so'm arzon bo'ladi. 100% gapimga javob beraman. Ichatib 550 ming deb so'raydigan bo'lsanglar, tushuntirib beradigan bo'lsam, xo'p, 10 ko'rpachalik xarid etdinglar. 10 ko'rpachalik xarid etdinglar, döşek ko'rpasi hamma joydan xarid etdinglar. Faqat do'konimdagi tovar mahsulotlardan tekadish hamma narsa bor. 3 millionlik xaridlaringizni metr 45 ming so'mdan 12 ko'rpachalik qo'shib beramiz, podarkisini. Xo'p, keyin 10 ko'rpachalik o'zingiz kisingizdan sotib olganingiz, podarka etgan 12 ko'rpacham umumiy hisobda 22 ko'rpacha. 25 ming so'mdan tiktirasiz. Besplatni tikib beraman ichida. Shu 22 ko'rpachaning narxi 550 ming so'm. 45 ming so'mlik bergan ko'rpachaligim endi umumiy hisobda o'zingiz hisoblab olaverasizlar. Tikilishning o'zi 550 ming so'm bo'ldi. Narxlar bilan tanishtiradigan bo'lsak, narxlarim hammasi optim. Bir chetdan hammasini tanishtirib chiqaman. Keyin bir narsani yoddan chiqarmanglar. Shu videoni ko'rib kelgan inson обязательно shu videoga like bosgan bo'lish kerak, men obuna bo'lgan bo'lish kerak. Обязательно ko'raman. Bo'lmasa bunday narxlar, bunday skidkalar yo'q. Qani narxlar bilan tanishamiz. Xo'p, do'stlar, narxlar bilan tanishtiradigan bo'lsam, shu ko'rib turgan ko'rpachaliklaringiz, gilam ko'rpachalik eni 164 zarli bo'ladi. Bozorimizda 95 ming so'm, 90 ming so'm sotilib turgan bir vaqtda men aksiyada 75 ming so'mga qo'yib berdim shu narsani. Qaranglar, bu narsani ko'pchilik kiprik deb sotadi bozorimizda. Asli kiprik bo'lmaydi, kiprikning ikkinchi sorti bo'ladi. Bozorda 140 ming so'm sotilib turibdi, 150 ming so'm, optimandagi yeri 135 beradi. Lekin oldida kiprik dedi. Biz haqiqatni aytamiz, kiprikning birinchi sorti bo'lmaydi, bu ikkinchi sorti. Bu narsani aksiyada 95 ming so'mga tushirdim. Ina chisti kiprikin shu narsa bo'ladi. Bu birinchi sorti, bundan ko'rpachalik hali chiqqan emas. Bu narsamizning asl narxi aksiyadan burun sotilib turgan narxi 180 ming so'm, 170 ming so'm, 160 ming ham sotdik. Hozir aksiyada 110 ming so'mga tushirib beraman. Do'stlar, bu ko'rsatib turgan narsalarim faqat video cho'zilib ketmasin deb birdana ko'rsatib turibman. Bu narsalarimning assortimenti ko'p, qolgan svetingiz to'p berib bilamiz. Do'stlar, bu narsalarimiz hamilon bo'ladi. Bozorimizda 55 ming so'm, 50 ming so'm sotilib turibdi. Xo'p, bu narsamizni aksiyada 35 ming so'mga tushirib beraman. Bu narsani eng arzon 35 mingdan boshlanadi, kelaverasizlar xudo xolasa. Keyin do'stlar, xuddi bu narsamiz bor 450. Bu narsalarimizdan bozorimizda 60 ming so'm, 55 ming so'm sotilib turgan bir vaqtda 45 ming so'mga tushirib beraman narxini. 450larimiz 45 mingdan boshlanadi. Keyin bir de gilam ko'rpachaliklarimiz bor. Bu chisti gilam ko'rpachalik faqat zarsiz varianti bo'ladi. Iynan 140. Bu narsamiz 65 ming so'm bozorda. Xuddi shu vajlarimiz. Men buni skidga atib sizlarga 45 ming so'mdan tushirib beraman. Bu gilamlarimiz 45 mingdan boshlanadi. Ta 110 ming so'm edim bor. Hammasining assortiment aytganimdek video cho'zilmasin deb iloji boricha kichkina aytib ko'rsatib o'tiramiz. Xo'p, do'stlar, bu tekadishlarimiz gilam tekadish deb aytiladi. Razmeri 60-60 aytiladi, lekin razmeri 60-60 bo'lmaydi. O'lchab beramiz kelgan vaqtlarimizda. Bozorimizda 90 ming so'm, 95 ming so'm sotilib turibdi. Men aksiyada o'zimni kanalimdan ko'rib kelgan obunachilar uchun 70 ming so'mdan beraman. Hurmatli yurtdoshlar, xudo xolasa bir to'ychi bitiradi hamma narsa bor bizda. Shu ko'rib turgan paxtalarimiz bozorimizda 14 ming so'm, 15 ming so'm sotilib turibdi. Men aksiyada 12 ming so'mga qo'yib beraman. 12 mingdan 22 mingga deyim paxtalarimiz bor. Manzilni tushuntiradigan bo'lsam, manzilimiz To'rtko'l tumani, To'rtko'l bozorida joylashgan. Qo'shadarozdan to'g'ri kirib kelsanglar, 203-232 magazin MM Gold Optim To'yana tovarlar do'koni. Hurmatli yurtdoshlar, ko'p guvohi bo'lamiz bozorda yurgandan keyin. Ayol qizlarimizning ko'pisi erkaklardan so'z etmaka xijolat bo'ladi. Bizdan 4 ta shagird qizimiz bor. Shu shagird qizlarimiz gaplashib, o'zlari tushuntirib, metrlarni o'lchab beradilar. Men faqat kassada o'tiraman. Hech xijolat bo'lmang, kelaverasizlar. Keyin undan tashqari aytib o'tadigan gapim, bir like bosib qo'yinglar. Shunchalik siz uchun harakatda bo'lib, shunday narxlarni tushirib, shunday podarkalarni berib turibman, tikilishlarni besplatni aytib berib turibman. Avvalan xudo bunday aksiyani, bunday narxlarda, bunday podarkalarni hech kim qo'yib bera olmaydi. Qo'yib beradigan odam bo'lsa, kommentariyaga belgilab ketinglar. O'zlaringiz fikrlaringizni izohda yozib qoldiringlar. Ozgina tushunmovchiliklar bo'lib, dilimiz aylanmay qoldi. Alashtirmayapmizlar, bozorda turgandan keyin ush charchadik. Hurmatli yurtdoshlar, xudo xolasa shu go'shtga vajlarimdan tashqari bir to'ychi nol bitirajak bo'lsa, hamma narsa, hamma mahsulot bor, takalarimiz bor, baxmallar bor. Undan tashqari hamilon assortimenti, 4 yillik assortimenti bor, takadishlar mingdan ziyod assortiment bor. Nechik tovar olishingizdan qat'iy nazar hamma narsasini o'zinikini topib berishga harakat etamiz. Shu To'rtko'l bozorindami, Liboy Qoraqalpoq bo'yicha shunday to'ychiga savdo etadigan do'konchilarning eng aldilarini qatoriga kiramiz desam ham adashmayman. Yuk bo'yicha, assortiment bo'yicha, narx bo'yicha alasa o'zim daniydigan shu tovarchilar ichida birinchimiz deb o'ylayman. Endi bir Alloh biladi. Agar mennikidan ham arzon bir sotuvchi bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Iloji boricha shu sotuvchidan ham arzon sotishga harakat etaman. Aslovnoy bizda mashinstvo yo'q.
No deydi ya, Ayşani ko'rsatib patmani beradigan narsa yo'q. Iloji boricha shu narsalarni bozorning ichida ayniqsa yolg'on ko'p bo'ladi. Bozorda shu narsalarga e'tibor berishlaringizni iltimos etib so'rab qolaman. Ko'pchilik mahsulot oladi, kuyib qoladi. Avvalambor Xudo hech qachon aldamaymiz. Yaxshi narsani yaxshi deymiz, yomon narsani yomon deymiz. Agar ishonchlaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, bir safar Allohga tavakkal etib kelinglar, keyin klientim bo'lib qolasizlar. Nomerlarni hamma narsani videoda yozib qo'yamiz.